Bu nima degan gap Sher aka? Siz brigadani ishini orqaga tortyapsiz. Qachongacha quruq va'dabozlik qilasiz? Da, to'g'ri, men shu paytgacha va'da berib Ender Dragonni o'ldiraman deb, lekin bu safar aniq Ender Dragon o'ladi. Men bunga 100% javob beraman. Hozir narsalarni so'ramjamlashim bilanoq Ender Dragonni enasini chiqarganiga ko'rsatib beraman. Lekin aytishadi-ku, qorin to'ysam, ko'z to'ymaydi deb. Shuning uchun ham men hozir daraja oshiraman deb yana bir ikkita narsalarni tekshirib ko'rgan boraman. Chunki bu yerda chaylacha, oppoq chaylachalar bitta emas. Bu yerda ko'plab shunaqa chaylachalar bor. Nimalar borligini ko'rish uchun ham ataylab borib kelaman men. Bekorga bu narsa aytilmaydi. Hamma narsa tayyor. Ish beydanam narsalar taxlab oladigan bo'lsak, bu yoqqa o'ltirolmalarni qo'yamiz, bu yoqqa kamonni yotib turinglar. Bu yoqqa non, suv, kamon. Non, suv, kamon. Bu zo'r ketdi mana. Ketma-ketlik. Ajoyib. Totem chap qo'lga olamiz. Jangga tayyorman deyman, lekin boyaga aylanib kelish gapi esimga tushib qoladi-da. Okey, tezroq. Stop. Mana shu yomon qiziq damash. O'qlar nimaga qaratilgan? Cho'k. Gayapan desam. Stop. Tushunmadim, mayda nima bor? Tushunmadim, men o'ynashyaptim bular bilan. Bular nima bu? Bu yer. Shu degan kuch. Ya, bo'ldi men. Men gapirmayman, men kuchayib ketganman, men kibrman men. Nima deyapsan? Deylaman, kibrman. Men odam o'ltirolmay bor ekan. Men kibrman, kibr 150 man kerak tushundinglar? Men o'sha hokimman, hokim. Ketdim Dragonni antipatasini chiqarib taylayman, lekin Dragon mendan ehtiyot bo'lsin, lekin men yomon qilaman. Endi ham chidab tura olmayman men. Men Dragon bilan jang qilish uchun otlandim. Bu yerga kelguncha juda ham ko'plab mashaqqatlarni boshimdan o'tkazdim. Juda ham mashaqqatim juda ham ko'p bo'ldi. Ender Dragon oldiga keldim va hech qanday kristallar sindirmasdan uni o'ldirishga kirishdim. Birorta ham kamon o'qim tegmagan bo'lsa ham. Ender Dragon bo'lsa lattaga o'xshab turib, og'zidagi nosini menga tupurishdan boshqa ish qilmadi. Faqat osmonda uchib yurib, og'zidagi nosini tupurdi xolos. Endermenlar ham menga yordam berishdi. Keyin tepadan hujumga o'tdim. Har xil priyumlarni sinab ko'rdim, aprikotlarni sinab ko'rdim. Lekin u krisaga o'xshab qochib ketyapti. Keyin yarimta joni qoldi. Men uni ozgina jonini qoldirdim. Kelganida esa salas qilib urib, barchasini olib qo'ydi. Mana akalar, hozir 3-kunni o'tkazib olamiz va so'nggi bu yerda o'tkazgan tunimiz bo'ladi. Men shuncha payt, ya'ni 3 kun 30 daqiqa ichida Dragonni mahv etdim. Balki bu Guinness rekordlaridir, bilmadim. Mayli. Sizlar videoni ko'rib, like bosib, obuna bo'lib qo'ygansizlar degan umiddamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.